Hurmatli foydalanuvchilar, ushbu video qo'llanmada 2 bosqichli himoyalashni raqamli mahalla platformasida o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Dastlab mobil qurilmamizga 2 bosqichli himoyalanish tizimini o'rnatamiz. Buning uchun App Store yoki Play Marketga kirishimiz mumkin bo'ladi. Mobil qurilmamiz orqali Play Marketga kirib, Uniconsoft Authenticator deb qidiruv beramiz hamda ushbu ilovani mobil qurilmamizga o'rnatamiz. Raqamli mahalla platformasiga kirib, o'ng burchakdagi ism familiyamiz ustiga bosamiz hamda ushbu ismdan mening profilim bo'limiga o'tamiz. Ko'rib turganimizdek, 2 bosqichli tasdiqlash bu sahifada ko'rinadi va biz o'ng tomondagi tugma orqali ushbu 2 bosqichli himoyalanishni yoqishimiz mumkin bo'ladi. Tugmani bosadigan bo'lsak, bizga QR kod chiqarib beriladi. Mobil ilovamizga o'rnatgan yuqoridagi Authenticator ilovamizga kirib, skanerlashni amalga oshiramiz hamda ilova bizga tasdiqlash kodini beradi. Tasdiqlash kodi 6 xonali raqamdan iborat bo'ladi. Ko'rsatilgan 6 xonali raqamni teramiz hamda 2 bosqichli tasdiqlash amalga oshirilgan hisoblanadi.